Rasululloh o'zlari yuvdilar, o'zlari kafanladilar, o'zlari janoza o'qidilar, o'zlari borib qabrga qo'yib tuproq tortgandan keyin dod deb yig'lab yubordilar. Ashoblar aytdilarki, ya Rasululloh, o'zingiz qaytargan narsani o'zingiz qilasizmi? Axir yig'lamang deyardingiz-ku. Ey azizlarim, bo'lgan voqeadan sizlar bexabarsizlar. Bugungi mening boshimga tushgan imtihon insonning boshiga tushsa toqat qila olmas edi dedi. Bugun Alloh uchun ummatimni ixtiyor qilib o'g'limni topshirdim dedi. Agar o'g'lim sizlarning o'g'lingiz bo'lganda o'ynab yurgan bo'lardi. Hamma sahobalar yig'ladilar. Yo vaylato dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo musibato, bunday musibatga Alloh sizga sabr bersin dedilar. Azizlarim, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qildilarki, meni o'g'limni o'rniga, meni ummatimdan o'rnini bosadigan o'g'illar chiqadi deb. Endi bir fikr qilaylikchi. Biz shunaqa farzand bo'lib boryapmizmikin? Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'g'lingizni bizni o'rnimizga fido qilgan ekansiz. Biz shunga loyiq farzand bo'ldik deyapmizmi? Yoki bizga bergan farzandlarni shunga munosib tarbiya qilyapmizmi? Mana bergan farzand o'g'lingiz, mana sizning o'g'lingizni o'rniga namozxon, ibodatchi o'g'il olib keldik deyapmizmi? Yo ichuvchi, benamoz, badbaxt o'g'il olib keldik deyapmizmikin qiyomatda? Qaysinisini aytamiz? Qaysi yuz bilan, qaysi dil bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga boramiz? Ammo azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday holatda ham bizni ixtiyor qildi. Bizni ixtiyor qilib bu imtihondan o'tib ketdilar. Oradan 1 yil o'tmasdan o'zlari ham bu dunyodan rihlat qildilar. Endi shunday holatda ham ummatim degan zotni ismini eshitganda alayhi salom deb qo'ymagan inson, ummat haqiqatda Jabroil alayhisalomning duosiga loyiq bo'ladi, birodarlar. Bu zotga bir karra bir ehtirom qilmagan odam haqiqatda xor bo'lishga loyiq bo'ladi. Shuning uchun ham azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nomini eshitsak, darhol salovat aytaylik. Alayhi salom deylik. Sallallohu alayhi vasallam deylik. Har kuni aytaylik, farzandlarga o'rgataylik bunga. 3-duolari Jabroil alayhisalom aytdilarki, "Iza dakhala Ramazon oyi kirsa-yu, gunohlardan poklanib chiqmagan odamga ham Allohning la'nati bo'lsin" dedi. 5-6 kundan keyin Ramazon, birodarlar. Kirib kelyapti Ramazon oyi. Ramazon oyida do'zaxning eshigi bekilib qo'yiladi. Jannatning eshigi ochiladi. Hammaning duosi qabul bo'ladigan bo'lib qoladi. Osmonda birorta parda bo'lmaydi ekan. Shayton bilan jinlarni olib kelib Jabroil alayhisalom qamab bekitib qo'yadi. Hamma narsani olib qo'yadi. Birorta bizga qarshilik qiladigan dushman bo'lmaydi. Endi shunday Alloh taolo har kuni 3 marotaba Ramazonda nido qilar ekan. Kim menga tavba qilsa tavbasini qabul qilaman, kim istig'for aytsa istig'forini qabul qilaman, kim nimani so'rasa beraman deydigan bir oyda roza tutmasdan, tavba qilmasdan, ibodat qilmasdan o'tib ketib qolsa, haqiqatda ham bularning duosiga loyiq bo'ladi azizlar. Ramazon oyida yildan yilga rozador ko'payishdi, o'rniga kamayib boryapti. Buni yashiradigan joyimiz yo'q. Kamayyapti azizlar. Avvalgi hurriyat boshlanganligiga nisbatan hozir kamayib ketdi. Shaharda, ko'chalarda yurganimizda bemalol ko'chalarda ovqatlanayotgan birodarlarimizni, aka-ukalarimizni ko'ryapmiz. Hatto birlarini ko'rib biz o'tgangi ro'zada chaqirib, "Ey birodar, siz yaxshi odamning farzandi edingiz. Ko'chada bemalol shashlik, somsa yeb o'tiribsiz. Axir Ramazon oyi bo'lsa" desak, "Ey domla, doktor tutmang" dedi, "Oshqozonim kasal edi." Barakalloh. Shariat shunday, birodarlar. Shariatda chiroyli narsa yo'q. Kasal bo'lsa tutmasin, tabib aytgan bo'lsa qilmasin, ammo ko'chada maishat qiling degan emasda bu. Roza tutmang dedimi doktor? Tabib aytdi, mabodo haqiqatda ham roza tutmang dedi bir sabab bilan. Uyiga kirib, hatto quyoshdan uyalib, bir qorong'i joyga kirib o'lmaydigan darajadagi ovqatlansin-da endi. Ovqat yetib ham, "Ey Parvardigor, bu rozador degan zotga sen jannatda bitta maxsus darvoza quribsan.
uning Rayyon deb ism qo'yibsan. Qiyomat qoyim bo'lganda kim roza tutgan bo'lsa shundan kirsin debsan. Menga nima yomonlikki, meni sog'ligim rozani ko'tarmaydi deb yig'lasin. Ey Parvardigor, salomatligimni bergin. Men ham roza tutib har bir rozamga 600 barobar savobni olay deb yig'lab Allohdan so'rasin. Maishat qilishlik kerak emas, birodarlar. So'rash kerak Xudodan. Yig'lab avliyolardan birlari tush ko'ribdi. Tushlarida bir Yahudi jannatda yurgan ekan. Yahudiydan so'rabdiki, "Sen Yahudi jannatda nima qilyapsan?" "Ey avliyo Alloh, Ramazon oyi edi. Ko'chada Ramazon oyida o'g'lim non yeb yurganini ko'rib, o'g'limni bir shapaloq urib, qo'lidan nonini olib, shunday Ramazon oyi bo'lsa, butun musulmonlar roza bo'lsa, hurmat qilmaysanmi degan edim. Shuni sharofati bilan Alloh meni hamma gunohlarimni kechiribdi." Azizlar, biz musulmon farzandi bo'lib roza tutmasak, qabohat-ku bu. Bu zalolat-ku. Ana shuning uchun ham haqiqatda kim man qoma imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bu sahih hadis, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi aytibdilarki, kim Ramazon oyi bo'lsa, Allohdan qo'rqib, iymon bilan, ihtisob bilan, taqvo bilan turib, rozasini tutib, Xudodan gunohini kechirishligini so'rasa, roza chiqqandan keyin onadan tug'ilganda go'dakda gunoh bo'lmaganda chiqadi deyapti. Agarchindiki gunohlarimiz butun dunyoda qumini zarrasicha bo'lsa ham, birodarlar, bunaqa imkoniyatni qayerdan topamiz? Bu tavba, bunday tavba qilishlik bizning islomda bor xolos. Shuning uchun ham azizlar, Ramazon oyida da'vat qilaylik. Rozadorimizni ko'paytiraylik, ibodatchilarimizni ko'paytiraylik. Shoyatki mana shu rozadan chiqqandan keyin yana ibodatchi safchilarimiz ko'payib ketsin. Duo qilaylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Ey Parvardigor olam, biz hammalarimiz bir gunohkor, bir bandalaring. Qo'limizni ochib sendan duo qilib, umid qilib turibmiz. Avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bizlarda salovatimiz bo'lsin. Bu zotga duolarimiz bo'lsin. O'zingga hamd va sanoyimiz bo'lsin. Duosi qabul bo'lmaydiganlar qatorida ota-onaga duo qilmaydiganlar bor ekan, duoga qo'l ochib turgan hammamizni vujudimizga sababchi bo'lgan ota-onamizni rahmatingga olgin. Qiyomat qoyim bo'lganda ota-onasini rozi qilganlar safida turishlikda shu yerda turgan hamma jamoatga nasib aylagin ya Rabbi. Allohim, kelayotgan Ramazon rozasini bizlarga muboraklik qilib, salomatlik bilan, tinchlik bilan rozalarni tutib, o'zingning yo'lingda yuradigan bandalardan bo'lib chiqaylik. Mana shu yerda o'tirgan jamoatimiz agar ozgina dunyo tashvishi bilan ota-onamizga bee'tibor bo'lib qolgan bo'lsak, shu marosimdan chiqib ota-onasini oldiga borib duo qiling deyishlikka himmat, taqvo bergin ya Rabbi. Izlab duosini oladigan ota-onalari o'tib ketib qolgan bo'lsa, hech bo'lmasa bitta oyat hadoya qilishlikka ilm, taqvo, ilm bergin ya Rabbi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الله أكبر.